avvalo shu mani yig'inga chaqirganingizga kattakon rahmat. Ishonasizlarmi? 1 soatlik Aziza opamning oddiygina suhbatlaridan shunaqangi o'zimga tinchlanish oldim. Aziza opani uzoqdan beri kuzatyapman deyaolmayman. Shu kuzatayotganimizga mana 1,5 yilcha bo'ldi, lekin juda ham havas qilaman ularni. Aynan lobar, dilbar shunaqa mehribonlik bilan so'zlashlari menga juda ham yoqadi. Shu buni qanday maza qilgandimman, qanaqa maza qilgandimman. Shu joyda yangi duxovni orttirgandim. Shu joyda mazza qilib osh yegandim. Shu joyda mashinam bo'lmasa ham kayfiyatimni tushirib mazza qilgandim deb o'tirishimiz qanday bir baxt. Shirin so'z psixologda birinchi tanlaganimni Azizaxon Toshxo'jayevani juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Ayniqsa bugungi suhbatdan keyin bir boshqacha yuragimda to'lqinlar bilan uyga ketaman. Rahmat kattakon shunchalik chaqirib, iftorligiga chaqirganlar uchun. Xudo xolisi boshlagan ishlarni birga qo'llab-quvvatlaymiz.